MDF ga, oynaga, kafelga, betonga, granitga, alyuminga, taxtaga 7 tasi birda. Полуэртановый герметика. Однокомпонентный. Xohlagan ranglaringizni topishingiz mumkin, additivlar bor. Endi bunisi boshqa tema, hozir men ham tushuntirib o'taman. Cho'zilishini ko'rishingiz mumkin. Yo. Ko'rishingiz mumkin qanaqa cho'ziladi. Mana shu oynaga yopishtirilgan. Ustiga chiqsa bo'ladi, mana shuni. Qiyshayib ketmasin. Toshkentda bitta bu do'kon. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Izolyatsiya uchun mahsulotlar juda ham ko'p. Hammasi yuqori kачественный. Bularni bozordan top bo'lmaydi bunaqa mahsulotlarni. O'zinglar ham bilganlar biladi bu do'konni. Kontakt nomer videoning tagida bo'ladi. Agar ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol bog'lanib, o'zingizga qiziq bo'lgan savollarga javob olishingiz mumkin. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Albatta, bu videoni yaqin qurish boshlagan yoki снабжение tanishlariga jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Hammaga rahmat.